Hello bunachilar, sizlar bilan Ganiyev. Bugun bilganingizdek, bilasizlarmi yo'q bilmadim-ku. Bugun ultimatum 1-1 o'ynaymiz. Qani bo'lsam, let's go. Boshlandi. Hop, utaldirkan. Nima o'chaq. Hop, давайте. Nima taldirkan ko'ramiz. O, ana Thompson bilan Jago yaxshi. Do'stlar, bu birinchi video emas, to'g'ri. Ovozimni qo'yib birinchi marta olishim. Shunga agar ovozim sal eshitilmayotgan bo'lsa, uzr so'rayman sizlardan, uzr. Qani, davay. Jonim kam qoldi. To'ldirishim kerak. Va, kelib qoldik-ku. Mayli, hal qilamiz hozir. Hal bo'ldi. 1-0. Hozircha u comeback qila olarmikin, nima deb o'ylaysizlar? Hozir joyida to'xtatib turib komment yozinglar. Like bilan obuna, komment esingizdan chiqmasin. Bolalar, qani ko'ramiz. O, yaxshi. 67 berdim. Voy, rejit qilmadi o'qim. Qani bo'lmasa, oppa. Bo'ldi. 2-0. Yaxshi. Qani ko'ramiz. Yana qanaqa o'ynayotgan. Men shuni tanlayman. Давай. Bolalar, bot deb o'ylamanglar. Bu yangi akkauntim. Eski akkauntim 50 levelda o'chib ketdi. Gostiyadan kirgandim, o'chib ketdi. O'chirib yuborgandim Free Fire. O'shanga yangi akkaunt ochdim, Ganiyev degan. O'shanga mana shu akkauntda endi kontent bo'ladi har doim. O, yaxshi berdim, u ham yaxshigina berdi. O, stenga qo'yish kerak. Chiqdi. Voy, jonim kam qoldi. O'ldim. O'ldim, bo'ldi. Yutolarmikinman? Hoppa. Voy. O'qim tegmadi. Stenga qo'ydi. Magnifique. Домой. Mo'chaq. Video sizlarga yoqayotgan bo'lsa, обязательно like, подписка tashlab qo'yinglar. Okay, давай, let's go. Сразу bazasiga ketdim. Chiqishini kutamiz. Chiqishi bilan kallasini poylab bittada headshot beramiz. Voy, u yoqqa kesib qoldi. Mayli. Давай. Hop, ozgina edi. Bolalar, tomog'im ozgina mayli. Voy, jonim kam qoldi. Voy, mayli. 3-1. Yaxshi. 5-1 qilaman deb mana bolani hozir. Voy, nima tanladi ekan? Yaxshi. 1-1 o'ynamoqchi bo'lsanglar, kommentga yozinglar. ID'larni tashlasanglar, druziya tashlayman. 1-1 o'ynaymiz. Qani o'ynaymiz. Ana ko'rdim. Сразу yoqamiz. Voy, o'q tegmadi-yu. Voy, ana 61 edi.
Tepadan chiqadi hozir menimcha. Ana aytdim-ku. Men yolg'on gapirmayman. Obunachilar. Jigarlarim. Voy. O'xshamadi-yu. Tepadan chiqadi. Voy. Headshot berdi. Yaxshi. O'zicha ekranni qo'limni qimillatib, men zo'rman demoqchi. Ko'ramiz hozir kim etarkan. Hozir o'zida mashinadan boramiz bazasiga. Oppa, yedi. Voy, stenka otish nech pulga, brat? Mashinadan o'taman. Nariyoqdan borib. Chiqibdi уже. U yana yedi. Men uni orqasidan qo'lab yuraveraman, u bo'lsa qochaveradi, qaranglar. Nimasi bu? Oppa, yana yedi. Boydan beri yotdi, jonini to'ldiryapti, lekin o'sha aptechkasi ham qolmadi. Endi o'lishi aniq. Mashina aylanib yuraveramiz, hozir o'zi chiqadi. Ana, chiqdi. O'ldira olmadi. Mayli. Sizlarga video yoqayotgan bo'lsa, podpiska, like esingizdan chiqmasin. Ana o'ldi axiri. Домой, brat, домой. Домой. Qani ko'ramiz. Mayli, nima tanlayman. Давайте Digl tanlayman. Normal yetadi. Digl sizlarga ham Digl yoqadimi? Masalan, menga pistoletlarda Digl yoqadi. Chunki Digl zajimda ham zo'r beradi. Headshotni bittada o'ldiradi. Zajimda 3 ta 4 ta o'ldiradi. Voy, jonim kam qoldi, aniq. Ha, bo'ldi, o'laman. Aytdim-ku, o'laman deb. Mana dedim. Bu bola juda o'ziga ishonib-ku. Hozir ko'ramiz. Shu raundda yutib ketaman uni. Ishonasizlarmi? Shunaqa san ishonaveringlar. Qarab turinglar. Stenkasi kamaymas ekan deyman. Stenka qo'yaverar ekan. O 67 yedi, 67. 67.